Salom do'stlar, sizlar bilan men Bahodirov Dildo'zaman. Do'stlar, bugun biz Dreamhack Soccer 2005 o'yinida shu o'yin Division 3da boshlaymiz. Do'stlar, mana yana bitta sariq olgandim, postda joylagandim shu sariqni. Mana shu sariq Bremer. Endi boshlaymiz qanunda. Birinchi o'yin Canellaga qarshi. Ketdi. Boshlan. Va o'yin boshlandi. Mayli do'stlar, hozir ketdi. Gonzalo. Oy, darder. Pushka! Gol do'stlar. Gol do'stlar. Sergey Darder. Necha metrda ekan? Kim o'ng oyoqda. Sal qiyshaytirib, Shtenka yordam beribdi Sergey Darderga. Do'stlar, ketdi Tyuram. Pressingda. Ketdi pressingda ishlayapti. Paudo Santos ketdi. Santosdan assist bo'lishi mumkin. Cabrera. Santos yana bitta assist bo'lishi mumkin. Yana bitta. Polorzano. Ember Pilhaniano, Gonzalo Garcia ketdi. Ugla yaxshi. Lekin Ugla Darder ketdi. Chapondan Gonzalo! Voydar futbolchi Gonzalo. Barselona posboni Joan Garcia bor ekan. Hali ham turibdimi? U Barselonaga o'tgan-ku. Pressingda Bruno hozircha Renders assist ketdi. Assist. Noaniq ketdi. Do'stlar, 3-4 oydan beri video olmayapman. Sababi vaqt bo'lmayapti do'stlar. Va Tyuramdan ikkinchi golga ham urdik. Yangi Bremerdan assist. Do'stlar, avvalgi videolarda o'yinda ovozi juda ham ko'p. Meni ovozim eshitilmay qolardi. Shuning uchun hozir ovozini o'chirib qo'ydim. El Hilali. Ketdi Palacios ketdi. Yana bitta 3-golni urib tanaffusga chiqaylik. Tanaffusga Joan Garcia bu yerda qahramon. Joan Garcia. Ikkinchi taymda ham biz boshlar ekanmiz. O'zimizda uslubimizda. Palacios Tyuramga ketdi. Tyuram. Kim bor kalada? Gonzalo bor edi. Ketdi Bremerdan. Ol. Ketdi Gonzalo. Shaunet boy. Bremer. Yaxshi Pilxalyanov. Ketdi qanotga pas. Pilxalyanov qanday? Hozir fol bo'lishi mumkin edi. Stop. Ana yana qaytdik do'stlar. O'yinni tugatdim. Hozir bosyapman. Tyuram Garcia fizikalar mana bularda yordam qilib kuchaytirib qo'ydim. Bremerda nechta bo'pti? Bremer qani? Vay.
üçlü match diye koysam. Yakına koysam bo'ldi. 5 tonumuz berar. Şu bilan menda 71 ton. Ana Avusga qarshi bitta o'ynab ko'raylik. Katta o'yin boshlandi. Do'stlar, to'xtanglar. Nastroykani to'g'ri bo'ling. Tipslar boshidan chiqadi. Santos ketdi. Santos. Katta masofa. Ketdi. Yuram. Oy. Leon qutqardi bu vaziyatda. Tezkor gol urishimiz mumkin edi. Pilxolyanok Ukrainalik Wenger ketdi. Oh, Avuso. Ya. O seni kursam. Darder kalla. Ketdi. Palacios ketdi tezda. Oh. Hem pressing qilish kerak. Pressing. Ol. Santos ketdi. Pas ber Pilxolyanokka. Palaciosga. Palacios bilan Pilxolyanok. İki bitti. Palaciosga kelganda Pilxolyanok deb beryapman. Pilxolyanokka kelganda Palacios deb beryapman. Ketdi. Bremer qutqar. Ketdi Palacios. Ketdi. Vay, bitta gol urdi. Ketdi, nazoratga olish kerak. Oh, Jubal. Nahotki shu Avusdan yutqazsam. Ketdi, Turam. Avtogol. Darvozabondan avtogol. Ding. Endi turaman deyotgandi. Ketdi Palacios. Birinchi taym tugadi. Ketdi Turam, Darder, Palacios. Mana ketdi. Comeback. Boynagidek comeback. Urinirlari 2-1 qilib ketdim-ku ekstra taymlarda. Bunda esa ikkinchi taymda. Bittasini birinchi taymda urdim, birinchi golni, ikkinchi taymda bitta gol urdim. Shu bilan 2-1. Yana bitta uraman. Yana bitta. Pilxolyanok ketdi. Turam. Berga 1. Ketdi. Leonga qarshi Turam va gol. Turam yutib chiqmoqda. 1-3. Leon yutqazmoqda. Xursand bo'layotgan edingmi Leo? Neda Aux. Mana Leon deyapman. Auxku. Smithni tushiramiz. Bremer. Bekorga sotib olmaganman bu o'yinchi. Oh, yomon yedirdi-da. Yomon yedir Silva. O'rnatib tasha. Ketdi. Oy. Yo'q, katta masofa bosib o'tdi. Shuni mana yaqinlashib kelayotganda bir tepdi.
Devordan diring dish. Shtenka yordam bermoqda. Ketdi Vendel Silva. Do'stlar, buni ekstra time'larda qanday qilganlarimni ko'rmadinglar. Zapisni o'chirib qo'yibman. Ketdi Darder. Bremer endi. Jubal. Leon xato qilishi mumkin edi. 1-4 hozircha. Hisob. YouTube chiq. Kulubali Sinayoko. Sinayoko. Bitta menga qarshi gol urgan edi. Uni videoga olmagan edim. Markus Thuram. Jamoamni to'purari. Shaunedoy ketdi ham bitta hujum bermadi hakam. Bermadi. 1-5. Mana 16-chi. Mayda 16-chi shu rangdaman, darajada. O'tgan videoda bir 6-chi rangdamanmi shunday edi-da. Mana yoqdan 30 mingda olib qo'yish kerak. Mana Sabitzer. Borussia Dortmund yarim himoyachisi. Marcel Sabitzer. Aaron Martin. Nikola Kristovich. Hozircha biz futbolchi sotib olmaymiz. Kerak emas. Stadion kuchaytirish kerak. Keyin mana bu narsalarni kuchaytirish kerak. Men 66 ta olmoqim bor. Ana shu 75 ta bo'lish kerakdan. Men bularni kuchaytirishim kerak. Kimga qarshi? Real Madrid do'stlar o'ynaymi degan savol bor. Mayli, o'ynab ko'raman. Do'stlar, chachishim. Real Madrid. Qani ko'ramiz. Qiziqarli o'yin bo'ladi. Ikkita jangchi klublar o'ynaydi. Lukas Vazquez to'pni oldirdi. Markus Thuram ketdi. O'tgan safar yana ketdi. Oy, Courtois. Darder. Voy, chiqib ketdi. Marco Asensio. Fran Garcia to'pni oldirgan edi, yana qaytib xatosini to'g'riladi. Pushka Thuramdan. Yutishim kerak Real Madridda. Global Challenge Cup. Hamma klublar o'rtasida o'zlari o'ynaydi. Valverde. Reinders ketdi. Frandan oldirma. Belxalyanok endi ketdi. Diyorum. Voy, qani ishtirab. Bildim seni sinlaringda. Ishtiraf qilmaysan ekan. Ishtiraf bermadi lekin penalti qizig'i. Fran Garcia. Endi Fran Garcia'ni yutib chiqdik. Ko'ryapsizlarmi? Mana Ember bo'lyapti. Men Real muxlisiman. Bremer yoqarmikan? Courtois. Global Challenge Cup.
Menda Gonzalo bor, Realda futbolchisi. Sobiq jamoasiga qarshi o'ynayapti Gonzalo Garcia. Asosiy tarkibga tushirganman Gonzaloni. Birinchi taym tugadi shunday qilib. Ikkinchi taymda hech bo'lmasa 1-0 ga yutishim kerak. Kerakda jinanim. Yutish kerak, yutish. Rodrigoni tushirdi. Xabi Alonso. Asensio bor ekan. Yo'q. Zo'r vaziyat edi. Viniciusni to'xtatdi. Yaxshi Bremer. To'xtatdi. Endi assist bo'lishi mumkin. Voh. Ay do'stlar, Kamavinga. Ekstra timelar bo'lsa kerak, agar 0-0 bo'lsa. Ekstra timelar bo'lsa kerak. Birga bir chiqib ketamanmi? Yo'q, Asensio o'z joyida turibdi. Ketdi, birga bir chiqarib yubordi. Oy, mana Thuram jamoa lideri gol urib ketmoqda. Real Madridga qarshi. Zo'r Thuram, zo'r. Kim assist qildi hozir? Gonzalo assist qilgan bo'lsa. Voy, chiq. Mbappe. Yaxshi, Ko'pmans yaxshi. Endi kalda urib ketmasa bo'ldi, do'stlar. Kalda urib ketmasa bo'ldi. Ko'taradi, aniq ko'taradi. Men bilaman. Shuncha yurib kelyapti, g'alaba gol uraman dedi. Shuncha mana yoqdan Vini tashab bergan to'pni yugurib. Atayin Kurto qilyaptimi? Atayin qilyaptimi? Kurto ko'ramiz. David Alaba, Rodrigo. Alan Madrid. Voy, kim bo'lar mana u? Ham birlarni itarib berib o'ynayapti. Kim bo'lsa ham. Ketdi. Yaxshi Meska chiqarib yubordi, Veska. Dani Carvajal, Rodrigo, yaxshi Bremer tep. Ketdi, bitta hujum qilmoqchi edik, lekin qo'ymadi hakam. Va g'alaba Realning ustidan 65 ming olamiz. G'alaba do'stlar. Mashhur klubda, eng zo'r klub desak ham bo'ladi dunyodagi. Mana shuni ustidan g'alaba qildik. Keyingi o'yin Nantesga qarshi, Nantesga qarshi bo'lar ekan. Foster, Kiki Garcia. Hujumchi. Agar men shuni hozir qufib qo'yib, keyin sotib olsam, bitta Garcia, mana yana bitta Garcia bo'ladi. Do'stlar, menga olmos kerak, olmos. Mana Gerson Rodriguezni sotib yubordim kecha. Do'stlar, video shu joyda tugataman degan umiddamanmi deyman. Mayli, bitta akrobatik gol urib sizlar bilan tugatamiz shu videoni. Ana ketdi. Oy, Ko'pmans. Hozir akrobatik gol urmaguncha to'xtatmaymiz videoni. Ketdi, yana bitta. Ketdi Thuram, ketdi. Oy, bu safar zo'r chiqdi-yu, lekin qiyshiq. Tezroq. Avla. Ko'pmans.
Bu ketdi Gamzali. Oh, ko'pmas. Videoni to'xtatishimga tugatishimga xalaqit bermoqda. Palasyons. Nimaga buncha qiyshiq? Ana do'stlar, videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsalaring rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha hamma sog' salomat bo'lsin.